Assalomu alaykum. Ko'pchilik qush olishdan oldin xato qilishni boshlaydi. Siz shu xatoni qilmoqchi bo'lmasangiz, shu videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya beraman. Ko'pchiligimiz qush boqishni shunaqa qafasda boshlaganmiz. Bu qafasda qush boqishingiz mumkin. Faqatgina qushni ko'paytiraman desangiz, bu eng katta xatolaringizdan bittasi bo'ladi. Sababini aytib o'taman sizga. Bu qafasda qush bemalol qanot qoqib ucholmaydi. Faqatgina sakrashi mumkin. Qush uchib turmasa, qafas kichkina bo'lsa, qush tez semirishga moyil bo'ladi. Ya'ni siz ko'paytirishdan oldin qushga vitaminlar, tuxum, shunga o'xshagan turli xil kuchli ovqatlarni berasiz. Buning ish oqibatida qushingiz uchib turmasa, tezda semiradi. Shuning hisobiga qushni ko'paytirish, bola olish juda ham qiyin bo'ladi. Qush boqish uchun bir juft kanareyka yoki bir juft balnisli boqaman desangiz, qafasingiz uzunligi o'rtacha 60-70 sm. Bo'yi bilan eni bo'lsa 40-50 sm bo'lishi kerak. Shunda qushingiz bemalol uchishi mumkin. Aytib o'tgandek qanot qoqib uchishi mumkin. Shuning hisobiga kuchliroq ovqat bergan taqdiringizda ham qush semirib ketmaydi va yaxshi bola olish imkoniyatini beradi. Sizda shunga o'xshash savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Savollaringiz, fikrlaringizni ko'rib chiqib, keyingi videolarni o'sha mavzuda olishga harakat qilamiz.